Asrlar davomida odamlar orasida chechak deb ataladigan dahshatli kasallik tarqalib, butun tanada sariq yiring bilan to'ldirilgan toshmalar paydo bo'lishiga olib keldi. Shuningdek, ba'zi odamlar ko'r bo'lib, ko'plari vafot etdi. Kasallikdan omon qolganlarda odatda chuqur chandiqlar qolib ketadi. 18-asrda Angliyada bu dahshatli kasallikning shiddatli tarqalishi kuzatildi. Ammo Benjamin Jesti ismli chorvador sigirlariga ta'sir qilgan sigir chechagi deb ataladigan yengil kasallik yuqoridagi kasallikka juda o'xshashligini payqadi. U sigir chechagi odamlarga ham ta'sir qilishi mumkinligini aniqladi, ammo chechakka qaraganda unchalik jiddiy emasdi. Qizig'i shundaki, ilgari sigir chechagi bilan kasallangan uning o'ziga va sog'uvchilarga o'lim chechagi hech qachon yuqmagan. Qandaydir tarzda sigir chechagi infeksiyasi ularni himoya qildi. Ushbu kuzatuv Jestini xuddi shu tarzda oilasini himoya qilishga harakat qilishga ilhomlantirdi. U ularning barchasiga sigir chechagini yuqtirgan va bu o'z samarasini bergan. Ularning hech biriga kasallik yuqmagan. Bir necha yil o'tgach, Edward Jenner ismli shifokor Jestining kashfiyotini rivojlantirdi. U sigir chechagi bilan kasallanish odamni chechakdan himoya qilishi mumkin degan nazariyani isbotlamoqchi edi. Shunday qilib, u kasallangan sigir pufakchasidan yiring oldi va uni kichkina bolaning qo'lidagi kesilgan joyiga qo'ydi. Bir necha kundan keyin Jenner bolaga chechak virusini yuqtirganida, u kasallikni rivojlantirmadi. Xuddi Jesti va sog'uvchilar singari, uning tanasi ham kasallik bilan kurashishni o'rgandi. Biz u kasallikka qarshi immunitetni rivojlantirganini aytamiz. Bu emlashni rivojlantirishda hal qiluvchi qadam edi. Aslida Jenner tomonidan o'ylab topilgan emlash so'zi lotincha sigir, vassa so'zidan kelib chiqqan. Jennerning tajribasidan so'ng chechakka qarshi vaksinalar ko'p miqdorda ishlab chiqarila boshlandi. Dunyoning barcha burchaklarida millionlab odamlar emlandi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 1980-yilda chechak yo'q qilinganligini e'lon qilgunga qadar. Bugun endi biz chechakka qarshi vaksinadan foydalanishimiz shart emas, chunki virus endi tarqalmaydi. Bu hikoya vaksinalar yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda qanday yordam berishi mumkinligiga misol bo'lib xizmat qiladi. Jennerning kashfiyoti tufayli biz chechakdan xalos bo'ldik va endi poliomiyelit kabi boshqa yuqumli kasalliklarni yo'q qilish bo'yicha ishimizni davom ettirmoqdamiz.